o'zimizni juda ko'p baho berib yuboramiz ba'zan, ammo bizdan ko'zimizga g'arib ko'ringan bandalar balki qiyomatda yuqori rutbalarda o'tirishi mumkin. Allohning valiyulloh bandalari bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz ko'pincha aytamizki, mana shu jumadan chiqayotganda ham oyoq kiyim to'g'rilab qo'ying. Yoyinki uyda, hovlida yoki shunda darvozadan chiqib har zamonda ko'chani supurib qo'ying. Yoki o'zingizni paypog'ingizni o'zingiz bir yuvib qo'ying. Mana kibrni sindiradigan narsalarda bu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarini kiyimlarini o'zlari tikardilar. Ayollari bor edi, bo'lmasa shundoq otib olib, mana tikib qo'y desalar bo'lar, lekin o'zlari yamardilar kiyimlarini. Nega? Rasululloh bo'lsalarda, eng bashariyatning buyugi bo'lsalarda, Rasulullohdan bashariyatda, inson zotida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan o'tadigani yo'q. Qiyomatga qadar ham kelmaydi. Lekin yamardilar. Mana shu narsalar insonni, demak azizlar, kibrini sindiradi.